Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatoy Nurmatova. Air Manas aviakompaniyasining Bishkek yo'nalishi bo'yicha bugun 10-oktyabrdagi 6 ta reys amalga oshirilmadi. Bu haqda Transport va yo'llar ministrligi qoshidagi Fuqaroviy aviatsiya agentligi bildirdi. Bu reysga chipta olganlar aviatsiya qoidasiga ko'ra chiptalarni almashtirsa yoki pullarini qaytarib olsa bo'ladi. Eslatib o'tsak, kecha ham texnik sabablar tufayli Manas va O'sh xalqaro aeroportida mana shu qatnovlar amalga oshmagan. Unga texnik nosozliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Ta'kidlab o'tsak, Air Manas shu bilan so'nggi 2 oyda parvozlarni 3-marta to'xtatib, vaqtini jildirmoqda. Internetda mashinani qarama-qarshi qismda boshqarib, qo'pol ravishda qoida buzgan bolalarning videosi tarqadi. Unda guvohi bo'lganingizdek, bolalar boshqa avtomashinalarning harakatiga to'sqinlik qilib qolmasdan yuzlarini ko'rsatmay tasvirga olishgan. Mazkur voqea O'sh shahrining Masaliyev ko'chasida bo'lgani taxmin qilinmoqda. Shahar yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash xizmati videodagi avtomashina egalarini qidira boshladi. Hozirda guvohlar so'roq qilinmoqda. Endi kafe do'kondagi video kuzatuv kameralardagi lavhalar ko'rib chiqiladi. Administrativ kodeksning negizida mizonga tortiladi. Haydov ko'rligini olib, yozib, haydov ko'rligini beramiz. Mizon chegida qarama-qarshilikka chiqqan bo'lsa, 3000 so'mdan aypul ajraladi. Qoidani buzgan haydovchilar haydovchilik guvohnomalaridan mahrum qilinishi mumkin. Bunday taklif Jo'g'org'i kengashda muhokama qilindi. Xalq vakili mast holda mashina boshqarganlarga nisbatan jazoni kuchaytirib tartibga keltirish kerakligini aytishdi. Hozirda spirtli ichimlik ichib transport boshqarganlarga 17.500 so'm jarima solinadi. Biroq bu pulni 1 oy ichida to'lagan haydovchi yana rulga o'tiradimi? Vaziyatni izga solish kerak deyishadi deputatlar. Batafsil hamkasbim to'xtaladi. Mast holatda avtomashina boshqarganlarga jarimalar oshgani ham ta'sir qila olmadi. So'nggi 9 oyda O'sh oblasti hududida spirtli ichimliklar iste'mol qilib avtomashina boshqargan 595 ta haydovchi qo'lga olindi. Bular orasida yo'l halokatlariga sabab bo'lganlar ham bor. Yo'lni qisqatlari masavalda boshqarib qattalganlar 5 uchur qattalgan, shu 5 haydovchi spirt ichimlikni ichib olib yo'lni qisqatlarini qattagan 9 oyda. Qoida buzishlar haqidagi kodeksga o'zgartirish kiritilgandan keyin mast haydovchilar 17.500 so'mdan jarima to'lashgan. To'lov muddati 1 oy deb belgilanib, aytilgan muddatdan o'tib ketsa qo'shimcha foiz qo'shilishi ta'kidlangan. Rossiya Federatsiyasida 30.000 rublgacha jarima solinib, 3 yilgacha haydovchilik huquqidan ajratiladi. Belarusiyada 40.000 dan 80.000 rublgacha moddiy jarima solinadi, 3 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilinadi. Armanistonda 22.000 so'm jarima solinadi. Gruziyada esa jarima solinmaydi, biroq haydovchilik guvohnomasi olib qo'yiladi. Qozog'istonda ham haydovchilik huquqidan ajratish jazosi tayinlangan. Jo'g'org'i kengashda mana shu masala muhokama qilindi. Unda bizdagi spirt ichimliklarni ichib olganlar 17.500 so'm jarimani to'lab qo'yib, qayta mast holatda avtomashinasini boshqarib yuraverishadi. Qat'iy choralar ko'rish kerak degan takliflar bildirildi. Boshqa davlatlardagidek haydovchilik guvohnomasidan ajratish, holatni o'zgartirish mumkinligini qo'shimcha qilishdi. 500 so'm bu bizning eng cho'ng shtrafimizda. Bundan jo'g'ri yo'q. Bundan jo'g'ri yo'q. Pravosini ayta olmaysiz. Yo'q, bu kodeks bo'yicha je eskertu, je shtraf. O'shaning uchun bu shtraf qo'yilgan. Shu bo'yicha da Azmat Bakирович yaxshilab qarab chiqish kerak. Da bir mizam yo'q deganda 1 yilga ishlayt etganga dag'i je bo'lsa bir 50.000, 70.000 qilib bunda qo'shni mamlakatlarda dile bizning ma'lumot bo'yicha 500.000 tenge ekan. Al 150.000 so'm, o'shol 150.000 so'm bo'lsa dag'i bir 50.000, 70.000 so'mga cheyin ko'tarish kerak-da bu shtrafni. Jazoni kuchaytirish orqali haydovchilarni tartibga solish mumkin emas. Bunday fikrni 30 yildan beri xavfsizlik xizmatida faoliyat olib borgan Alimjon Cho'tbayev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mast holatda avtomashina boshqarganlar orasida tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Men o'ylayman, shtrafni bundan ortiq ko'tarish kerak. Bizda zarplata, yaxshi zarplata, o'rta, sredniy zarplata 10.000 da. 17.500 to'layim deb dag'i bir jamon jaqtarga borishga to'g'ri kelib qoladi. O'shondukdan
ушул эле жазаны калтырыш керек, бирок үгүт насаат иштерин жүргүзүш керек. Ар бирибиз айдоочу катарында мен дагы жол эрежесин сакташым керек, сиз дагы баары жол эрежесин сактаганыбызда бул жол кырсыктары азаят. Muhokama yakunida takliflar birinchi o'qishga yuborildi. Barcha o'qishlarda qo'llov topsa, mast haydovchilarni jiddiy jazolar kutadi. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'abayeva, Beksulton Abiyev, Intimaq. O'zgartib bilan qo'sho yo'lda da tayyorlab o'tamiz-da. O'sh shahrida avtotirbandliklarni kamaytirish harakati boshlandi. Shu sababli shahardagi ayrim ko'chalar kengaytira boshladi. Shahar yo'llari 1975-yildagi gen plan asosida 50-60 ming mashina uchun moslashtirilgan bo'lsa, hozirda avtomashinalarning soni bundan 3 marta ko'p. Tirbandlikka ko'chalarning torligi ham asosiy sabablarning biri bo'lmoqda. Bunga shahar hukumati qanday chora ko'radi? Muxbirimiz bilib qaytgan. O'sh shahrining To'rabay Qulatov kichik rayonidagi Barsbek aylanma yo'ldagi tirbandlik ko'p ro'yxatga olinadigan joylardan biri edi. Sababi Botken, Novqat, Aravon tomonga ketadiganlarning barchasi mana shu yerdan o'tadi. Aeroportga boradiganlar ham mana shu yerdan qatnaydi. Aylanma yo'ldagi qoidalar o'zgartirilib, yo'lni kengaytirilishi barchasini o'z iziga sola oldi. Qo'shimcha asfaltlarni qo'shdi, bo'yoqchon qo'ydi. Qamoqlar olingandan beri mana probka yo'q. Shahar o'z o'nguna kelib o'tadi. Mashinalarning probkasi ham azaydi. O'ta so'm bo'lib o'tadi. Действительно yaxshi bo'ldi, ayvayson. Burada 5-10 minutdan to'xtatchilar, hozir ichida to'xtaylar. O'z vaqt bilan o'tib o'tadi. Yaxshilik bo'lib o'tadi yo'llar. Shintig'in berib o'tadi. Elga xizmat qilgan yaxshi yo'llardan bilasan. O'sh shahrini yo'llari 44 yil avvalgi bosh reja bo'yicha 50-60 ming mashinalar qatnoviga moslashtirilgan. Biroq hozirgi kunda shahar orqali tumanlarga qatnagan avtomashinalarni qo'shganda shaharda kuniga 150 mingga yaqin avtomashina harakatlanadi. Arxitektura men yo'llar boshqarmasiga topshirma qo'ygan. Shu shahardagi tig'inlarni azaytuning yo'lini izlagiladi. Qaysi yo'llarni qo'shsoq bo'ladi, qaysi yo'llarni assaq bo'ladi deb mana shu masalani bizga topshirma berganlar. O'shandan arxitektura men birgalikda biz shu negizgi 3 ko'chani qaradik. Bu Shakirova ko'chasi, Shamshiyev ko'chasi, ana Lenin ko'chasi. Mazkur yo'l kengaytirilsa, tumanlararo qatnagan avtomashinalar shahar ichiga kirmaydi. Tirbandlik ancha kamayadi. Navbatdagi ishlar Asqar Shakirov ko'chasida olib borilmoqda. Avval eni 7 metr bo'lgan ko'cha kengaytirilib 20 metrga yetadi. Yangilangan yo'l oktyabr so'ngida foydalanishga topshirilishi rejalashtirilmoqda. O'sh shahrining markaziy ko'chalarida yo'l tirbandliklarini paydo bo'lishi yo'lovchilarga ham bog'liq. Sababi ular uchun osma ko'prik yoki yer osti yo'lagi yo'q. Agar bu masala hal etilsa, shahardagi markaziy ko'chalarda tirbandliklar ancha kamayar edi. Bugungi kunda o'sha Abduqadirova, Masaliyeva, Navai, Masaliyeva, Aravanskiyda nadzemный переходlar bo'yicha da to'g'rilar ishtirib chiqib, Yaponiyaning JICA degan firmasына biz sunishtiramiz. Алар 2018-жылы ушу ошарына келип туруп ушул нерсе боюнча кылуу иштери боюнча иш алып барышыбыз керек эле. Кандайдыр бир белгисиз себептер менен келе албай калдык. Бирок жакында да биздин атайын внешний связь боюнча агентстволорго кат келишиптир. Бул дагы иш Кудай бурса ишке ашып калат. Mazkur masalaga Xitoy tomonidan grant ajratilishi kutilmoqda. Shu sababli 55 ta loyiha tayyorlanib, mutasaddi xizmatlarga yuborilgan. Hilola Ashurova, Mimoza Janibek qizi, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq. 2019-yilning sentyabr oyi oxirida O'sh shahrining yashovchisi davlat organlaridan birining xodimlari pora talab qilayotgani haqida ariza bilan ichki ishlar organiga murojaat qilgan. Arizada shahar qurish va arxitektura davlat loyihalash instituti filiali bo'limi xodimi ishlab chiqarish obyekti hujjatlarini bitirish uchun ruxsat qog'ozini berishga 10 ming so'm pul talab qilayotganini bildirgan. Ichki ishlar ministrligining hududlararo boshqarmasining xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tekshiruv ishlari davomida mazkur muassasa xodimi 10 ming so'm pora olayotgan vaqtda qo'lga olindi.
Yerni o'zboshimchalik bilan bosib olishda asosan hukumat aybdor bo'ladi, biroq muammoni xalq foydasiga hal qilish kerak. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi Premier Ministri Muhammadqalay Abilg'aziyev Chuy oblasining So'quluq rayonida joylashgan Bishkek shahrining JEB-2 bilan tanishish vaqtida bildirdi. Hukumat rahbarining aytishicha, bugungi kunda asosiy masalalarning biri bu qurilishi 1986-yili boshlanib, biroq oxiriga yetkazilmagan JEB-2ning taqdiri. Undan beri ko'p vaqt o'tdi, biroq stansiya hamon ishga tushmagan. Premier ministr 1986-yili JEB-2ni qurish uchun So'quluq rayonidan 136 gektar yer ajratilgan. 2005-yili 27.7 gektar yer o'zboshimchalik bilan bosib olingan. Hozirda mazkur hududga 1000 dan ortiq turar joy qurilgan. Hukumat rahbari aytganda, energetiklar barcha zarur bo'lgan hisob-kitoblarni olib borib, JEB-2ning ishini yo'lga qo'yishda optimal yo'llarni topib, investitsiya loyihalarining samarali modelini taklif qilishlari kerak. Muhammadqalay Abilg'aziyev shahar uchun ahamiyatli energetik obyektni rivojlantirishni, imkoniyatlarini va kelajagini chuqur tahlil qilishni topshirdi. Batkenda maxsus mashg'ulot bo'lib o'tdi. Unda Qirg'iziston va O'zbekistonning chegarachilari birgalikda chegarani noqonuniy buzib o'tgan dushmanlarning qarshiligini qaytarishdi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegarachilari birgalikda o'tkazgan mashg'ulot davlatlarning tinchligi, chetdan kelgan dushmanga birgalikda qarshilik qilishda samarali natija berishini bildirishdi. Qirg'iz-o'zbek chegarachilarining mashg'ulotiga bizning ijodiy guruh ham guvoh bo'lib qaytdi. Mashg'ulot ikkita bosqich bilan o'tdi. Birinchi bosqichda tomonlar chegarani qurolli bosib kirishga bo'lgan harakatlarga qarshilik tomonlarini namoyish etishdi. Unda Qirg'iz-o'zbek chegara maydonini qurolli guruh noqonuniy buzib kirdi. Ikki davlat vakillari birgalikda dushmanni yo'q qilishga harakat qilishdi. Ақырғы 2 жылда андан да жақсы бола баштаганын сиздер байкасаңыздар керек. Ошол мамилебиздин жакшылыгынын жыйынтыгында ошо бүгүнкүдөй биргелешкен учение өткөрүлүп жатат. Бул учениянын өткөргөн максаты кандайдыр бир биз биргеликте кайтарган чегарабызда кырдаал өзгөргөн убакта биргелешип кандай иш аракет жасайбыз. Биринчиден, экинчиден ошо достукту күчөтүү максатында, ал эми үчүнчүдөн биздин өзүбүздүн атайын дайындалган отряддын өздүк курамынын күчүрмөн даярдыгын текшерүү максатында өткөрдүк. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarachilari hamkorlikda tashkil etilgan mashg'ulotga O'zbekiston Davlat xavfsizligi chegara harbiylari rahbari general-mayor Ruslan Mirzayev ishtirok etdi. O'zbekiston generali bundan 20 yil avval davlat chegarachilari hamkorlikda noma'lum qurolli guruhga qarshi harakatini yodga oldi. Ровно 20 лет назад были такие события. Мындан 20 жыл мурда Баткенде дал ушундай окуя болгон. Биз кыргыз-өзбек чегарачылары биргеликте душмандын мизин кайтардык. Президентибиз Шавкат Мирзиёев кыргыз-өзбек чегарасы кесилишкен аймактагы эл кооптонбой жашашы керектигин айтат. Чегарачылар чегараны кайтарып элдин тынчтыгын бекемдеши керек. Бүгүнкү машыгууда кыргыз-өзбек чегарачылары ыкчам аракеттер менен биргеликте душмандын жогорку деңгээлде жок кылышты. Когда мы вместе дружные пограничники, мы всегда решаем. Qirg'iz tomon mashg'ulotga maxsus tayyorgarlikdan o'tgan Bo'ri otryadi harbiylari, Ichki ishlar ministrligi, favqulodda holatlar ministrliklarining vakillari jalb qilindi. Mashg'ulotlar davomida qirg'iz va o'zbek chegarachilarining turli vaziyatlarga qarshi turish bo'yicha harakatlari yuqori baholandi. Атайын биргеликтеги машыгууну өткөрдүк. Бул Баткен районунда Чоңгара чегара заставасынын аймагында, Кыргыз Өзбек чегара аймагында. Мындай машыгууларды биз өткөрүп турушубуз керек. Бул жерде бүгүн ушул машыгууда эки тараптын чегарачылары кандайдыр бир коркунуч болсо, Кыргыз Өзбек чегарасында кантип биргеликте ошол коркунучту жоюу максатында бүгүнкү машыгуу болуп өттү. Batken rayon hududida Qirg'iz-O'zbek chegarasining umumiy maydoni 99 km 380 metrni tashkil etadi. Unda Qo'qon tumani bilan 13 chaqirim, So'x anklavi bilan 380 chaqirim, Cho'nqara anklavi bilan esa 3 chaqirim masofada cheklashgan. Hilola Ashurova, Asqar Baymuratov, Jirg'al Abdujalilog'li, Intimaq, Batken. Fan va ta'lim ministri Qanibek Isaqov AFC Xalqaro moliya korporatsiyasining vakillari Petyu Nikolov, Saltanat Alimqulova va Nasir Masoudni qabul qildi. Uchrashuvda tomonlar davlat hamkorligi asosida maktab qurish va rekonstruksiya qilish loyihasi bo'yicha olib borilayotgan ishlarni muhokama qilishdi. Loyiha asosida Qirg'izistonning Bishkek va O'sh shaharlarida 20 ta yangi maktab qurish rejalashtirilgan. Hozirgi vaqtda ikki shahar hukumati ta'lim muassasalarini qurish uchun yer uchastkalarini ajratib bergan.
tayyorlagan. Yaqin 6 oyda FSK ekspertlari maktab quriluvchi har bir uchastkaning joylashish o'rni, texnik iqtisodiy asosini hisobga olgan holda maktablarning qurilishiga ketadigan mablag'ni aniqlab chiqish kerak. Loyihani amalga oshirish uchun ketgan mablag'ni AFC Xalqaro moliya korporatsiyasi beradi. Texnik va boshqa talablar bilan maktabni qurib foydalanishga topshirishga majbur. AFC Butunjahon bankining bir qismi tashkilot, davlat va xususiy hamkorlikni qo'llaydi. Jalolobodda taniqli Oqin Barpaliqulovning 135 yilligi nishonlandi. Unga oqinlar, mahalliy hukumat vakillari va qarindoshlari ishtirok etishdi. Kelgan mehmonlarga uning uy muzeyi, unga bag'ishlab qurilgan sayilgoh ko'rsatildi. Bundan tashqari oqinlar orasida aytishuv ham tashkil qilingan. Uning hayoti va to'kma iste'dodi haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Mashhur oqinlardan biri Barpaliqulov Jalolobod oblastining Suzoq rayoniga qarashli Achchiq qishlog'ida tug'ilgan. U istiqomat qilgan uy muzeyga aylantirilib, uni nabirasi nazorat qilmoqda. 110 yildagi bo'lgango 94-yili. O'shanda qayradan o'g'ilgan, boshqadan salib, o'zi shu yerda tug'ilib, shu yerda cho'ng'aygan. Ana uyi eskirib buzilganiga baylanishli jag'in bu uyni salgan. Shu 110 yildan boshlab men qarayim bu yerda. Barpo oqin hunarini uni farzandlari davom ettirmagan bo'lsa ham, biroq shogirdlari uni nomini o'chirmay kelishmoqda. Shunday oqinlardan biri botkenlik Elaman Keldibekov qiziq aytishuv tashkil etib, ko'pchilikning hayratiga sabab bo'ldi. Boshqa chang'irdayt deb tursam, borpi chaqilib so'zdig'o, bir pas tang'irdab tashdading-a, biyog'i qiziq bo'ldig'o. Mashhur oqinlardan biri Rahmatulloh Qo'zikeyev Barpaliqulov iste'dodiga tan berib, uni kelajak avlodga yetkazish zarur ekanini ta'kidladi. Tushlik dialektika deb qo'yadi. Endi bizning ushul joqda ko'pincha aqinlar shunday bo'lgan ekan. Sebebi bu irqaqti, qo'miz qalaqsibay, o'yni bo'lishpay, bir gana irqa ko'ngil burib, irqa bosim jasab shunday bo'lgan ekan. Buni o'rkundirish kerak, o'rkundirish kerak. Men daga ta'lim tarbiya olib qoldim. Tasqaqti Guluk Tayirbek degan aqin bor edi. Tayirbek asaqalda shunday qo'miz yo'q irdachi. Barpaliqulovning 135 yillik tantanasi, konsert dasturlari, oqinlar orasidagi aytishuv va sport o'yinlari bilan davom etdi. Barpaliqulovning jarqin elesini aralgan balvanlarning kurash bo'yicha da meldeshi uyushtirildi. Buna ushul sportlik ish-charalarining qatnashuvchilarına Qirg'iz Respublikasының hukumatining Jalolobod oblastining ilgari muxtor vakili Peygamber Hurmatovich Satibaldiyev rezerv fondining hisobidan 100 ming so'm aqcha xarajatini bo'ldi. Ayni vaqtda Jalolobod oblast teatri Suzoq rayonidagi qishloq hukumati va bir necha dam olish joylariga uning nomi berilgan. Ta'kidlab o'tsak, Barpaliqulov 1884-yili tug'ilib, 1949-yilning 9-noyabrida Bishkek shahrida olamdan o'tgan. Bugun intimaq muxbirlar tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.